Qizlar, kecha magazinlarni aylanganimda kurtkalar narxi nima unaqa qimmat, deshevka kurtkalarni 150 ming, 200 ming deyishyapti-da. Rasmga olib keldim. Hozir Xitoy programmada ko'ramiz qancha ekan asl narxi. Mana shu kurtkani 23.8 yuanga sotishyapti ekan. Mayli, dastavkasi bilan 25 yuan hisoblaylik, konverterga qo'yamiz. 25 yuanimiz qancha ekan? 42 ming ko'ryapsizlarmi? Xitoyda qanaqa narxi? O'zini asl narxi 42 ming, kargosi ham narxi qimmat bo'lmaydi, chunki bu og'ir kurtka emas, yengil kurtkada. Bu sin 50 ming. Kargosi bilan 50 mingga olyapsizlar bitta shu kurtkani. Vashi shikarniy qizlar. Mana nima uchun men Xitoyda faqat narsalarni zakaz qilaman. Birinchidan sifatli olasizlar, ikkinchidan vashi ekonom bo'ladi. Shuncha pulinglar o'zinglar yoninglarda qoladi. Qo'shimcha boshqa narsalar ham zakaz qilsanglar bo'ladi. Anaqada o'zimizda mana shu kurtkani 145 ming sotishyapti-da. Mana qaranglar, bemalol onlayn magazinlar ochib yaxshi daromad ham topsanglar bo'ladi. Mana 145 mingga turibdi. Yana sifati unaqa yaxshi emas. Deshmanskiy kurtka-da. Bitta yuvsanglar pixilib qolayotgan kurtka. Bu programmalarda mana sifatli, zo'r kurtkalarni topsanglar bo'ladi. Kamizonchik deysizlarmi, murskoy, detskiy, jenskiy kiyim-kechaklar deysizlarmi, o'yinchoqlar deysizlarmi, ichki kiyimlar deysizlarmi, kosmetikalar deysizlarmi, voy, yu narsani o'zi yo'q. Даже O'zbekistonda yo'q. Neobich narsalarni topsanglar, buni asalligini qaranglar. Voy, qizlar, Xitoy kursimga tez yozilib olinglar. Xitoy kursimni sizlarni kutib qolaman.